Trekker bir qidirayotgan va so'ragan aka-ukalarimizga oq rangida zo'r chiqdi. Buni narxini 8400 qilib beramiz dedilar. Okalar, Trekker bir qidirayotgan va so'ragan yaqinlarimizga shuni yuborib qo'yinglar. Joninglar sog' bo'lsin. 2019-yil probegi 156 ming kraskasi 3 detalda pitno bordilar, kriloda. Hop, kapot uchida bordilar, bu yoqlari yaxshi, holati zo'r. Hop, propan gazlari bor. Okalar, shuni o'tib olaman. Yangi propan gazli qo'ydirib qo'ygan ekanlar. Yaxshi okalarim ustinglar bilan yana bemalol ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. 3-pitno shu ishingni tegida dedilar. Xo'p, 4 yumshoq yaxshi balonlarda, diskasi zavod, salon holatlari, salonlari ham zo'r turibdi. Yaxshi radnoy Abdalato'yim yaqini, salonlari ideal, yaxshi ko'ringlarda. Salonlarda qirilgan, chizilgan, ko'ngilni xira qiladigan joylar yo'q, holati zo'r. Lekin qo'yilma, mashinasi ham turgan ekan zavod. Hop, patologlar ham yaxshi. Trekker 1 2019-yil Premier 156 ming yurgan. Buni narxini 8400 qilib beramiz. Bosinglar akalarim.